$120 ga Toshkentdan Madinaga, Madinadan Toshkentga esa $220 ga bilet sotib oldik. Umraga ketayotgan guruh bilan birgalikda samolyotda Madinaga uchdik. Madina shahriga yetib kelganda samolyot illyuminatoridan Masjid Nabaviyga ko'rinadi. Biz vizani Madina shahrining aeroportidagi mana shu terminallardan rasmiylashtirdik. $100, jami $445 ga umra safariga borib keldik. Videoni davomini jonli ijroda tomosha qiling. Bu qiziqarli bo'ladi, albatta foydali ham bo'ladi deb o'ylayman. Bu 3 og'ayinini umra safariga qilgan sayohati. Shunaqa. Qo'lingizni olib turingmi? Mana bunday surka armenda, no, просто qo'ying. Ha. Bo'ldi. Endi ikkita bosh barmoq yana videoga qo'ying. Bildimi? Shu bilan gaplashyapmiz. Qo'linglar rasmiy chiqadi. Полный данныйlar vizasiz. Telefon nomer, keladigan adreslaringiz. Agar siz kutib oladigan odam bo'lsa, kutib oladigan odamni. Bu Muhammad Yusuf sen singari ingliz tilini biladigan bo'lish kerak ekan, to'g'rimi? Sen men imzolay olmaymiz hozir. Bo'lsa olarsan. Bo'lsa yordamga chaqirasan-da, yordam deysan, kelib senga o'tkazib berishadi. Kerak bo'lsa o'zing ol deydi. Viza kartani to'laysiz, qancha bo'lyapti? 395 Saudiya reali. Dollarga qancha bo'ladi? $100 u. $100 ekan-da. $100, ana o'sha bo'ladi. Ha? $100. Viza? 1 yillikda va Nech pulda bo'ladi? $5, $10 chekin. Всё, vizamiz tayyor. Boshidan Bunda aeroportga tushganingizda bunaqa terminallar turar ekan, viza beradigan. Mana qatorasiga 8 ta u tomonda, Meniki 3 oyga ekan. 5 ta bu tomonda. Meniki orqaroq. 3 oyga. Registratsionniy nimaga kelmasingizdan oldin. Hozir Umidniki 1 yillik berdi meniki. Bo'ldimi mana shu viza? Bu resept. Viza number. Vizani rasmiylashtirganimizdan keyin yo'lakda mana shu biz bilan birga kelgan o'zbekistonlik umra sayohatiga kelganlar bilan birgalikda registratsiyaga o'tib boramiz. Ozgina yurgandan keyin chap qo'l tarafda Aeroportdan vizani oldik, shundan. registratsiya qilamiz va vizamizni tekshirib bizni shaharga chiqarib yuborishadi. Ichidagi onam qoldi. Qayni. Sıvacam bu yerler. Ama şu Madina-i Münavvara'na Prens Muhammed bin Abdulaziz degan aeroport ekan. Agar Madinada tanishlaringiz bo'lsa, bu sizning baxtingiz. Bizni ham tanishlarimiz kutib oldi, o'zini mashinasida yuklarimizni yuklashib, biz arendaga olgan uyga eltib qo'yishdi. Yo'lda Maroq bilan suhbatlashib ketdik. O'zi asli Uhud jangini boshlanish tarixi, o'zi asli boshlanish tarixi Makkadagi Quraysh bor-ku, mushriklar. Ular Makkadan Madina orqali Shomga yuborishardi karvonlarni. Va Madina ahli, ya'ni sahobiylar u Quraysh mollarini tortib olishardi. Bu narsa birin-ketin bo'lgandan keyin u yoqdagi mushriklar Shomga Iroq orqali yo'l topishgan. Bu o'sha paytda Iroq orqali. Bu yo'lni ham o'zi bilib qolishadi. Allohning fazli bilan musulmonlar. Ya'ni mushriklarning bittasi aytib qo'yadi. Og'zdan chiqib aytib qoladi. Mas qo'ying. Ko'chalar nomlari, sahobalar nomlari bilan. Shunaqa. Inshaalloh. Biz hozir Abu Bakr Siddiq ko'chasiga burilamiz ekan, ha? Va nihoyat kechki soat 12larda biz oldindan semat qilib qo'ygan kvartiramizga yetib keldik. Va 3-etajda 3-qavatda, ya'ni 2-qavatdagi xonadonimizga kirib keldik. Eng qizig'i, biz mana shu O'zbekiston aeroportida uchayotganimizda biza kompyuterlarimiz bor edi. Mana shu kompyuterlarimizga nozik material degan stikerni yopishtirib qo'yishlik uchun ulardan so'raganimizda, ularda mana shu stiker tugab qolgan ekan. Boshqa terminalda xodimlardan so'rasak ham ularda ham yo'q ekan.
biz xodimdan iltimos qildik, mana shu qog'ozga, ko'rib turgan qog'ozingizga ruchka bilan yozib, stiklo deb yozib yopishtirib qo'yishdi. Lekin biz kvartiraga kelib kompyuterni ochib qaraganimizda u ayanchli holatda edi. Klaviaturaning ichiga chiqib ketmagan. Korobkadan chiqarib qaraganimizda uni Yo'q, yaxshi zo'r. detallari chiqib ketgan ekan. Bir ozgina ma'yus bo'ldik-da, bu ishlar ishlamasmikin deb buni tekshirishga tushdik. Nimasi? Nima tushib qolibdi? Nega moslab qo'yibsiz ya, aka-o'zingiz ham? Nima dedi? Anaqami? Video kartamiz qo'yibsiz. Ha bitta yoqdik. Yaxshimi? Ha bitta yoqib ko'ring aka. Yoqib ko'ring bunaqasini. Qattiq qiladi bu o'zi. Mana bu kreplение bo'lsa kerak, mana nimasi sinmaganmi? Qanday qiladi? Yoqdingchi? Bizda bor. Mana tok var, tok. Mana do'stlar, kecha kechqurun Saudiya Arabistonining Madina shahriga yetib keldik. Mana shu domga, mana shu uyga joylashdik. Ikkinchi etajiga. Bu Saudiya Arabistonda ikkinchi etaj, uchinchi etajda joylashgan bo'lar ekan. Chunki birinchi etaji hisoblanmas ekan. Ikkinchi etaj birinchi etaj deyilar ekan, uchinchi etaj ikkinchi etaj deyilar ekan. Bu joy Payg'ambarimiz alayhissalomning masjididan 800 metr oraliqda joylashgan. Mana hozir Masjidul Nabaviyga piyoda sekin namozga, peshin namoziga ketyapmiz. Saudiya Arabistoni ko'pchilikda xayolida juda o'ta rivojlangan, qimmatbaho mashinalar, qimmatbaho uylar deyiladi. Yo'q, aslida bu yerda bunaqangi uylarga, mashinalarga ruju qo'ymagan bo'lishar ekan. Mana bu ko'cha asosan eng ko'p oshxonalar, magazinlar, bunday qilib aytganda Andijonning eski shahari desa ham bo'lar ekan. Do'stlar, bu yerda ham движение Andijoncha ekan. Xohlagan joydan o'tib yurisharadi. Mana qarshimizda Payg'ambarimiz alayhissalomning masjidlari turibdi. Mana shu minoralari. Hozir biz bu yerga borib peshin namozini o'qiymizda. Yana 1-2 kundan so'ng Makkaga umra safariga yo'lga chiqamiz. Oxirgi paytlarda odamlarda soni ko'paygan sari mana bu chap tomoniga yangi katta masjid qurilyapti. Bu taraf ayollarda namoz o'qiydigan taraf hisoblanadi. Mana to'g'rimizda Uhud tog'i. Ustunlarga manaqa taburetkalar osib qo'yadi. Kimlardir namozlarga qiynalayotgan bo'lsa, mana shu taburetkalarni olib o'tirib o'qisa bo'ladi. 24 soat masjid tozalantiriladi. Shundoqqina masjiddan chiqqaningizda atrofda gostinisalar. Kecha aytib o'tganimdek, bu yerdagi hamma ko'chalar sahobalarda ismlar bilan nomlangan. Mana bu ko'cha Abu Ubayda ibn al-Jarroh ko'chasi ekan. Saudiya taksilarining ranglari mana bu yashil rangda bo'ladi. Kitayskiy mashinalar ham уже Saudiyani egallab. Changan.
bozorlarda aylanib uyimizga o'zimizga kerakli bo'lgan mayda chuqur narsalarni olishimiz kerak. Ayrim narsalarimiz uyimizda yo'q ekan. Bu Madina shahrining жилой kompleksi. Mana shu mahallani birinchi etaji. Shunaqa magazinlar, kafelar va xizmat ko'rsatish do'konlaridan iborat ekan. Ertamanda bir ajoyib holat bo'ldi. Sahar bomdod namoziga chiqdim. Qaytib kelsam, eshigini Qashqardan yopsa, ichkarida pushlanib qolarganda keyin kirolmay qolasiz ekan. Xullas, eshikni ochsam ochilmaydi. Sheriklarim ichkarida uxlab qolib shekilli deb birinchi etajga tushib, birinchi etajda o'tirdim. 20 minutdan keyin arab kirdida meni yalla deb chaqirdi. Chiqsam bu orada bitta politsiyskiy mashina kelgan edi. Tashqariga chiqsam, politsiyskiy ham chaqirdi. Yalla deb shu arab tilida bir bola deb xullas gapirdi-da. Tushunmadim men. Endi o'zim bilganimcha ana la qola arabiya dedim. Xullas o'zimga tushuntirmoqchi bo'ldim. Men arabcha bilmayman, gapira olmayman deb. Inglizchada gapirdim. I don't understand you dedim. Xullas u bittasi mashinasini bitta mashinani to'sib qo'yib tepaga chiqib uxlayotgan ekan. Mashinani kim qo'ydi bu yerga? Alloh, bilmagan ish bu. Boshqasini to'sib qo'yib deb gapiryapti, tushunyapman, lekin men unga tushuntira olmayapman. Men bilmayman bu mashina kimnikiligini. So'ng bir 5 minut turdimda qaytib kelib o'tirdim. Keyin yana chaqirishdi, chiqdim yana. Chiqib turibman, yana menga gapiryapti, kimning mashinasi, seni podyezdingda bo'lsa kerak, chaqir deyapti, tushunmayapman. 3 minut 4 minutdan keyin bitta o'zbek bola tushib qoldi, tojikistonlik o'zbeklar ekan. Haligi bola ko'rdi-da, qaytib ketib mashina egasini chaqirib tushdi. Bu ham o'zbek ekan. Sen nimaga mashina qo'yib qo'yding, mashina qilish to'g'rimi? Alloh yomon ko'radi buni deb unga ham tushuntirdi-da. Bor dokumentingni olib chiqmaysan, ishtirok yozaman deb turibdi. Keyin bola chiqib ketib bitta sherigini chaqirib tushdi. Bu sherigi haligi nariga to'silib qo'ygan mashinaning egasini taniydi ekan. Endi kulishib aytdi-da, shunaqa endi hurmatga kechirib qo'yasan dedi. Ali politsiyasiga ham bu nazorat ular tushuntirishdi politsiyasiga. Bo'pti mayli deb ular hali bolaga ishtirok yozishmadi. Ketishvardi, qarang. Agar bu holat Rossiyada bo'lib qolganida o'zingizlar tasavvur qilinglar. U migrant deb uni tepalab o'ynardi albatta. Shunaqa holat bo'lishi mumkin edi. Keyin politsiya bilan turdik, meni sherigim kelib qoldi. U rangi oqarib ketibdi uni. Meni politsiya ushlab olib xullas diqqat qilyapti deb keldi. Keladi-yu, shunaqa holat bo'ldi. Tushuntirdim. Xullas shunaqa birinchi kuni ertamanda saharda priключениyadan boshlandi Madina shahridagi bizni safarimiz. Shunaqa do'stlar.